Manasını yapıştırıp joylashgan 270 o'rinli maktab binosi topilish va hisoblash mavzusidagi o'rniga bildirish taqdim qilinmoqda. Rahbar Prezident yanida taxtlari ijobiy taqdisi va retsenziyalarda tashqi taqdisi mavjud. 5 minut vaqt kirish O'zingiz ta'riflasangiz gap bilan boshlaymiz. Bu maktab Xorazm viloyati Xiva tumani Qoratepa qishlog'ida joylashgan bo'lib, ikkitadi ball sistemasi 7 ballga joylashtirilgan. Qor qatlami 50 kg taqsim metr kub. Grunt muzlash qismi 1,7 metrdan hisoblanadi. Oldin qatlama qazilib, tagi ustidagi kolonnalarimiz 50 bo'lib, baland 3.30, regellarimiz 3 xil regelimiz bor. 40 ga 50, 50 50 va 50 60 bo'lgan regellarimiz mavjud. Regeldan keyin tom yopma qismlar plita bilan bosilgan. Birinchi qavatimiz, ikkinchi qavat ham bir xil ketgan. Tom qismimiz yog'och konstruksiyadan foydalanilgan. Kolonnalarning orasiga gazoblokdan terib devor qilingan. X bo'yicha siljish lira dasturidagi siljish qismi berilgan. Keyin Y bo'yicha ham berilgan. Kolonnalarning armatur foizi blok bo'yicha va regellarning armatur foizi. Plitalar element konstruksiya elementga xususiy og'irligi, plita og'irligi hisob-kitoblar berilgan. Va hayot faoliyati va muhofazasi